Oldimga konsultatsiyaga bir ayol keldi. Biznesi bo'yicha ekan. Gaplashib o'tiribmiz, yoshi shu 50 atrofida. Gaplashib, kulib o'tiribmizda, oilasini so'ragan edim. Xo'jayinim bir oy bo'ldi qaytish bo'lganiga dedi. Men hayron qoldim. Hech siz bir oy oldin xo'jayini yo'qotgan insonga o'xshamaysiz dedim. Nega unaqa deyapsiz dedi. Bemalol xursandsiz, vohaga shaho qilib o'tiribsiz dedim. Shavkat aka, nima? Endi erim o'lsa men xafa bo'lishim kerakmi dedi. Xo'jayingiz qaytish bo'lsa nima, siz xursand bo'lishingiz kerakmi dedimda, yana kulib yubordi-da. Shavkat aka qarang dedi. E'tibor bering, fikr yuritishga qarang. Mana qarang deydi. Qancha ayollar bor, qizlar bor, umuman turmushga chiqmagan deydi. To'g'rimi yo'qmi deydi. Men chiqdim-ku deydi. Bu bitta xursand bo'lishimga sabab deydi. Ikkinchisi deydi, turmushga chiqishadi deydi, farzand ko'ra olmaydi deydi. Lekin men turmushga chiqib farzand ko'rdim-ku deydi. Bu ikkinchi xursand bo'lishimga sabab deydi. Uchinchisi deydi, farzand ko'radi-yu deydi, lekin bitta farzandi deydi, nogiron bo'ladi deydi. Xudoga shukr, meni 3 ta farzandimni uchalasi ham soppa-sog' deydi. Bu uchinchisi deydi. Qarang. To'rtinchisi deydi. Turmushga chiqadi, farzandlari sog'lom deydi, lekin eri deydi, ichadigan, uradigan, tepadigan deydi. Mani erim deydi. Mana 29 yil yashab biz deydi, hatto qo'pol ham gapirmagan menga deydi. Bu to'rtinchisi deydi. Qarang, yana bir nechtasini sanab berdim menga. Shuning uchun Shavkat aka, Xudo berdi, Xudo oldi deydi. Vaqt soati kelgan ekan, olib ketdi deydi. Shuning uchun mana shu 29 yil birga xo'jayinim bilan baxtli yashaganim uchun men ming bor minnatdorman deydi. Men shukr qilaman deydi. Qarang, bu ayolni fikr yuritishga qarang, havasim keldi. Qaniydi hammasi ana shunday fikr yuritadigan bo'lsa.